Dun rivojiga asos solgandirlar. Tigr va Yefrat, Yangtze va Huanghe, Ind va Gang. Shular qatorida Amudaryo va Sirdaryo havzasi buyuk daholar va olamshumul kashfiyotlar beshigiga aylandi. Markaziy Osiyoning asosiy qon tomiri hisoblanmish Amudaryo va Sirdaryo 5 ta mamlakat hududidan oqib o'tadi. Bu ikki daryo tabiatning insoniyatga ko'rsatgan buyuk ne'matidir. Bizning asosiy burchimiz esa daryolardan oqilona foydalangan holda ularni kelajak uchun asramog'imiz darkor. Amudaryo Markaziy Osiyodagi eng katta daryodir. U Panj va Vaxsh daryolarining qo'shilishi oqibatida hosil bo'ladi. Ushbu daryo qirg'oqlarida 24,5 million tojik, afg'on, turkman, o'zbek xalqi istiqomat qiladi. Tabiat daryoning oqishini shunchalik to'g'ri taqsimlaganki, insoniyatga ayni kerak bo'lgan vegetatsion davrda, ya'ni aprel-sentyabr oylarida u to'lib toshib oqadi. Oktyabr, mart oylariga kelib esa Amudaryo sokinlikni xush ko'radi. Bugungi kunda suvga egalik, dunyoga egalik iborasi ayrim siyosatdonlarning asosiy quroliga aylanmoqda. Tojikiston Respublikasi hukumatining tubanlikka yuz tutayotgan siyosatini boshqacha so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Bu o'z oyog'iga bolta urishlik bilan tengdir. Aks holda butun mintaqa aholisining xavfsizligiga, shusiz ham zaif ekologik muvozanatga rahna solishi aniq bo'lib turgan Rog'un gesi qurilishi borasidagi Tojikiston hukumati pozitsiyasini qanday izohlash mumkin? Rog'un gesi qurilishi borasidagi ilk masala 1959-yilda ko'tarilgan edi. Oradan 6 yil o'tib 1965-yili gaz qurilishi loyihasi ishlab chiqildi. Biroq o'sha davrdagi davlat ekspert komissiyasi Rog'un to'g'risida bergan ma'lumotida ushbu tarmoqning murakkabligi, 335 metr balandlikdagi to'g'on 9 balgacha bo'lgan seysmik hududda joylashishini inobatga olish zarurligini uqtirdi. Gaz qurilishi mo'ljallanayotgan joy mukammal tekshiruvdan o'tmaganligi bois uning sifati va xavfsizligiga alohida urg'u berish kerakligi talab etildi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu xulosalar 1965-yili berilgan. Bugungi kunda shu soha mutaxassislarining ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, so'nggi 100 yil ichida Markaziy Osiyo hududida 9-10 balgacha yetgan 20 dan oshiq yirik zilzilalar ro'y bergan. Shulardan 8 tasi hozirgi Pamir va Tianshan tog'ining o'zaro tutashuvi joyiga to'g'ri kelmoqda. Demakki, shu Vaxsh razlon zonasida bo'lgan boyagi dinamik o'zgarishlar o'zini boyagi ikkinchi yonidagi qo'shni faol razlonga ham ta'sirini o'tkazishi mumkin. Oxir oqibatda men o'ylayman, bu narsa o'sha ikkinchi razlonning faollanishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Hali vaqtlar o'tganda bir triggerni явление deydi. Shu bir turtki sifatida o'zi tayyorlanib kelayotgan, o'zi nozik bo'lib turgan bir sistemaga kichkina turtki kerak xolos. Ana o'sha turtki vazifasini o'tasa agarda natijada o'ta kuchli zilzilalarni yuzaga keltirishga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Eng achinarlisi, Tojikiston hukumati ham bundan xabardor. Biroq mutaxassislarning fikrini inobatga olmasdan, shoshma-shosharlik tarzda Rog'un gesi qurilishini davom ettirayotgan rasmiy Dushanbe soxta shon-sharaf ortida yirik falokat yotganligini nahot sezmayotgan bo'lsa, sobiq ittifoq davrida
Markaziy Osiyodagi mavjud GESlarni qurishdan ko'zlangan asosiy maqsad birinchi galda yangi o'zlashtirilayotgan yerlarda sug'orish tizimini tashkil etishdan iborat edi. Elektr energiya ishlab chiqarish esa ikkilamchi vazifa edi. Shu boisdan Rog'un GESi ham birinchi galda Amudaryoning quyi oqimida o'zlashtirilgan yangi yerlarni suv bilan ta'minlash va Tursunzoda shahridagi alyuminiy zavodini elektr energiya bilan ta'minlashi kerak edi. Rog'un GESi yakuniy loyihasi 1974-yilda ishlab chiqildi. 1976-yili dastlabki tayyorgarlik ishlari o'tkazildi. 1987-yilda to'g'on qurilishi boshlandi va 1993-yili uning balandligi 50 metrga yetkazildi. Shu yili kuchli sel oqibatida qurib bitkazilgan to'g'on darz berib, tonnel va mashina zallari suv ostida qolib ketdi. На сегодняшний день, значит, Таджикистан постоянно заявляет о том, что вот нас... Bugungi kunda Tojikiston tarafi ta'kidlamoqdaki, go'yo Rog'un GESi qurilishi avval tasdiqlangan loyiha asosida olib borilmoqda. Shuni aytish joizki, ilgari ham ushbu loyiha texnik nuqsonlar bilan qabul qilingan edi. Bu asosan birinchi va ikkinchi yarusdagi ikkita tonnel chala holda ishga tushirilishi bilan bog'liq holatlardir. Bu tonnellar Vaxsh daryosini bog'lashga imkoniyat berdi. Biroq qurilish to'xtatilishi bilan 2 yilga mo'ljallangan vaqtinchalik tonnellar 4-5 yil davomida ishlatildi. Oxir oqibat 50 metrli to'g'on o'pirilib, yirik falokatni yuzaga keltirdi. Shuningdek, yer osti mashina zalida ham ko'plab kamchiliklar kuzatilgan edi. Uning bir qismi ochilganda ankerlarning bor yo'g'i 30% o'rnatilganligi ayon bo'ldi. Mutaxassislar 35 metr yer ostidagi mashina zali avariya holatida turganligini ta'kidlashmoqda. Bu texnika tili bilan aytganda konvergensiya holatini keltirib chiqardi. Ya'ni mashina zallarining devorlari bir-biriga qarab siljimoqda. Agar ilgari ularning siljishi 20 santimetrni tashkil etilishi taxmin etilgan bo'lsa, endilikda bu yerda qo'yilgan texnik xatolar ushbu xavfli holatni 3 barobarga ko'paytirdi. Bu faqatgina bizning xulosamiz bo'libgina qolmay, balki fikrimizni ko'plab xorijiy mutaxassislar, jumladan rossiyalik ekspertlar ham tasdiqlashmoqda. Ularning qat'iy talabi yer osti mashina zallarini qurishni davom ettirmaslik, aksincha undan voz kechish kerak. Yer ostidan inshootlarni tashqariga chiqarib, loyihani tubdan qayta ko'rib chiqish kerak. Я убежден в том, что надо дорабатывать технически ранее утвержденные все технические проекты. Olim va mutaxassislarning olib borgan ilmiy izlanishlari va tekshiruvlari shuni ko'rsatmoqdaki, qurilajak suv ombor yer ostidan oqib o'tayotgan fizik-geologik jarayonlarni faollashtirib yuboradi. Bu esa o'z navbatida suv ombor qirg'og'ining yemirilishi va suv toshqinini keltirib chiqarishi mumkin. Rog'un GESi birinchi galda energiya ishlab chiqarishga mo'ljallanganligini inobatga olgan holda, suv omborining qisqa fursatda to'lishi va bo'shatilishi yer osti silkinishlarini keltirib chiqaradi. Rog'un GESi misolida ko'riladigan bo'lsa, to'g'on o'pirilishi natijasida yetkaziladigan talofatni inson ongiga sig'dirish qiyin. Mutaxassislar tomonidan ilgari surilayotgan taxminlarga ko'ra, Rog'un GESi to'g'oni o'pirilgudek bo'lsa, undagi suv toshqini oqimi 30 soniyada Nurek GESi suv omboriga yetib keladi. 25 daqiqadan so'ng Nurek GESi to'g'oni o'pirilib, suv massasi katta tezlikda pastga qarab harakatlana boshlaydi va Nurek shahri aholisini bus butunligicha o'z domiga tortadi. Suvning tez harakatlanishi oqibatida shahar aholisini qutqarishga ulgurilmaydi. 1 soatdan so'ng oqim to'lqini birinchi va ikkinchi Sankt-Tudin GESlarini ishdan chiqaradi. Bu vaqtga kelib Tojikistonning Sarbon, Qo'rg'ontepa,
Jaloliddin Rumiy shaharlari aholisi tamomila suv ostida qolib ketadi. Umumiy hisob-kitoblarga ko'ra, tabiiy talofat yuz bergidek bo'lsa, Amudaryo qirg'og'ida joylashgan 700 ga yaqin aholi punktlari, ko'plab yirik shaharlar suv ostida qolib ketishi, yirik inshootlar, elektr ta'minoti va xalq xo'jaligi ishdan chiqishi taxmin etilmoqda. Bu ma'lumotlar ostida dalil va asoslar turibdi. Bizni qat'iy nazarimiz va nuqtai nazarimiz shundan iboratki, bundan bir necha o'nlab yil avval loyihalashtirilgan, ya'ni bundan 40 yil avval loyihalashtirilgan Rog'un GESi hozirgi ekologik, texnologik, texnik me'yorlarga, mezonlarga, mezonlarning talablariga javob bera oladimi? O'ylaymizki, mana shu savollarga xolis va mutasaddi